Xo'p, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining haykali. Bilasizlar, Islom Abdug'aniyev Samarqandda tug'ilgan. Odam ko'p, odam bayram emas. Hozir aprel, mart oyi O'zbekistonda turizm haftaligi. Ayniqsa bo'lib ham universitet, maktab, kollejlar kelib sayohat qilishadi. Chunki bir oydan keyin tugatishadi-yu maktablarni. Ana shuni hisobiga. Hozir Registonga ketyapmiz. Registon maydonining yaqinida. Registon havo salqin, lekin juda ham odam reально ko'p. Soat 2 hozir juda ham ko'p odam. Samarqand sayqali ruhi zamin past deb qo'yadi. Вот это Registon. Nima deydi? Markaziy Osiyoning markaziy yuragi bo'lgan Registon. Novvora nahri yuragi. Ham chiroyli. Xo'p, assalomu alaykum Samarqanddan. Registon maydonida biz. Registonga kirish pullik, afsuski. Chunki 3 ta madrasaga, 3 ga ham kirish pullik, sababiki odam ko'p, ham restavratsiya qilish ishlariga ishlatilar ekan. O'zbekiston va xorijlik vatandoshlarga ikki xil narx. O'zbekiston vatandoshlarga albatta arzon narxlar, xorijliklarga qimmat, oshirilgan narxlar. Bu deyarli O'zbekiston bo'ylab hammada, Urganchda, Buxoroda, Samarqandda, Toshkentda deyarli hamma yerda shunaqa qilingan. Qanchalik bu to'g'ri, men bilmayman. Bu yerga albatta kelib ko'rish kerak. Samarqand. Wow, ram chiroyli, mashallah. Xullas, aprel oylari O'zbekistonda, butun O'zbekiston bo'ylab turizm oyligi deb e'lon qilinadi. Bu oyda o'sha nima deydi, maktab, universitet, mahalla, har qanday davlat tashkilotlari Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon, Toshkent shu kabi tarixiy shaharlarimizga sayohat qilishadi. Juda ham afzal, juda ham yaxshi, kerakli. Agar bu narxlar bilan bog'liq hamyonbop bo'lganda yana ham afzal bo'ladi. Chunki nimagaki Samarqand, umuman O'zbekiston turistlar uchun juda arzon. Lekin o'zini xalqi uchun ichkarida juda qimmat. Bu tabiiy, buni hamma biladi. Shu narsa o'sha turizm bilan uyg'unlik qilinganda biz vatandoshlarimiz ko'proq aylanishgan bo'ladi.